Shuro surasida Qur'oni Karimda 27 chiroyli oyat bor. Agar Alloh bandalariga rizqni keng qilib qo'ysa, albatta ular yer yuzida haddan oshib qoladilar. Lekin Alloh o'zi xohlaganiga o'lchov bilan beradi. Albatta u bandalaridan o'ta xabardor va ularni o'ta yaxshi ko'ruvchidir. Bu chiroyligina oyatdan saboq, ruhan va aqlan tayyor bo'lsangiz, rizqni ham yaratgan beradi. Rizq bu moddiyat, pul, raqam haqida emas. Ichkarida tayyor bo'lsangiz agar, ichkarida o'zingizni yo'qotib qo'ymasangiz, ichkarida boy bo'lganingizda o'zingizdan ketib qolib, odamlarni tanimay qolib, odamlarni yaxshi yomonga, boy kambag'alga ajratib, Allohni tanimay qolmasligingiz uchun ham sizni Alloh bundan hozir asrab turibdi. Ichkarida inson qancha ilmini kengaytirsa, iymonini kengaytirsa, kuchaytirsa, ana o'shanda unga rizq ham sekin asta o'zi kerakligicha kelaveradi. Shuning uchun iymonni baquvvat qilish kerak. Yaratgan hamma narsa yaratgandan, rizqni, barakani berguvchi Alloh va yaratganni uchun yaxshi bo'lishim kerak. Bu dunyoda bizning yagona missiyamiz ham aynan shu. Pul ishlay, ko'p pulim bo'lsin emas. Alloh yaxshi ko'rgan bandalaridan bo'lay degan chiroyli niyatni berib yashash kerak.